Assalomu alaykum. Assalomu alaykum komandirjon. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Salomatmisiz? Aka, men sizga to'xtamasdan ketavering dedim, nimaga to'xtadingiz? Endi bilasizmi? Men vijdonli, sofdil, halol insonman. Men ichib olganman-da. Endi ichib olib, bezrayib o'tib ketishni o'zimga ko'rmadim-da komandirjon. Aka, sizga o'xshagan vijdonli, haydovchilar bor ekan, ko'ngilsizlik, avtohalokatlar ro'y bermaydi. Vatanimga xizmat qilaman. Komandirjon, mana bu mashina hujjatlari. Egasi ichib olgan, o'zi ham molda ichgan. Endi shundoq qilingki, olib borib shu jarima maydoniga tiqib tashlang, umuman chiqolmaydigan bo'lsin. Umi? Hujjatlarni bering chiqani. Marhamat, mana. O'zingiz hujjatlaringizni bering. Ya, meniki nima qilasiz? Axir mashina uniki-ku. Ha, ichib rulga o'tirganingizdan keyin haydash huquqidan mahrum bo'lasiz aka. Ya, komandir, unaqa demang, bir iloji bordir. Men o'tirmoqchi emasdim. Aytdim men sizga, g'irt emas u, to'nkaga o'xshab qolgan. Endi bir ikki yo'ldan chiqib ketgan edi, o'tirib oldim majbur. Ya, jonim shirin. Qani ko'raylik. Nimaga mashinamni olib qochib ketasan, ha? Komandirjon. Ey, komandir. Men do'konga kirib chiqqanimcha mashinani olib qochib o'tiribdi. Ko'rdingizmi? Naqayib bo'lsa o'zi. hoy to'xmatchi. Hozirgina yonimda eding sen. Hoy, to'xmat qilyapti. Ichkilik bo'lmaganmi? Ichgan, bir chelak ichgan, molda ichgan. Ha, kufta. Tutingchi. Yo'q. Hujjatlarni taqdim eting aka. Uydagilar yaxshimi? Komandir, men bu mashina Mana sizga hozir hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Qo'l qo'yib berasiz, ketaverasiz. Siz 3 yilga mashina haydashdan huquqdan mahrum bo'lasiz aka. Agar mashinani olib qochganligingiz tasdiqlansa, qamalishingiz ham mumkin.